O'zbekistondagi eng sirli shou. 10 ta mashhur shaxs, 4 ta isquvor va atigi bitta savol. Niqob ostida kim yashiringan? Siz ularning ovozlarini eshitasiz, ammo yuzlarini ko'rmaysiz. Harakatlarini kuzatasiz, lekin kimga tegishli ekanligini bilmaysiz. Faqat yordam ishoralar, ovoz va ichki sezgiga tayanib, niqob ostida qaysi yulduz yashiringanligini aniqlay olasizmi? Chunki maxsus maskalar hammasini, nigohlarni, xatti-harakatlarni va shaxslarga tegishli bo'lgan odatlarni ham yashiradi. Ularning kim ekanligi sahnada ham, undan tashqarida ham so'nggi daqiqagacha sir saqlanadi. Hatto eng yaqinlari va qarindoshlari ham bu haqda bilmaydi. Shou davomida faqat maxfiylik hukm suradi. Har hafta bitta ishtirokchi o'z niqobini yechadi. Buni esa tomoshabinlar va isquvorlar hal qiladi. Dunyoning 50 dan ortiq mamlakatini zabt etgan Maska shou xalqaro formati endi O'zbekistonda. Hayajonli lahzalar, jumboqlar va sensatsiyalarga tayyor turing. Chunki haqiqiy Maska shou faqat FTVda. Bu yerda hech qanday taqlid yo'q. Faqat asl maskalar, faqat yulduzlar, faqat jahon miqyosidagi shou. Kim finalga yetib boradi va 60 million so'mni qo'lga kiritadi? Bu mavsumning eng qiziqarli, eng kutilmagan va eng katta shousi. Maska shou original. Assalomu alaykum! Qadrli teletomoshabinlar. Barchangizni kirib kelgan yangi 2026-yil bilan chin yurakdan muborakbod etishga ijozat etgaysiz. Bu jumboqlarga to'la, his-tuyg'ularga to'la shou. Bu Maska shou! Xush kelibsiz. Demak, sovg'alar ochib olindi, tilaklar ham aytib bo'lindi, lekin eng qiziq voqealar hali hamon oldinda. Bu Maska FTV telekanalida. Biz boshladik. Бошлади. Нет, когда вы замечаете, когда вы вот так вот делаете, вы вот так вот снизу вверх, понимаете? Вот так. Yana taqib bering. За собой. Boshladi. Biz boshladik. Ofarin tasanno. Boshqacha boshlayotgansiz. Bugun sahnada 5 ta niqob chiqadi va hech kim, hatto ularning qavm qarindoshlari hatto bilmaydi niqob ostida kim yashiringanini. Bir necha daqiqalardan so'ng eng yorqin chiqishlar boshlanadi. Hozir esa bizning isquvorlarimiz. Tanishing, bloger, aktyor Lil Hurramay! Yangi yil muborak bo'lsin. Ha 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 ha. Yo'q, Per Noel, Yo'l-Puki, Santa Clausni gapini olib qo'ymang. Ofarin. Hurmatli yaxshilar, bugun u Wednesday. Demak, aktrisa, bloger, xonanda Ruxsora! Azizlarimiz, qarshi oling. U ham komik bloger, qolaversa million jamoasi a'zosi Mo'min. Stop.
Va yangi yilni usiz biz tasavvur qila olmaymiz. Kim azizlar? Albatta, yangi yil bosh qahramoni Santa Claus. Wow. Tervenin taytta yakrakkat yustovat. Oh, wow. Assalomu alaykum. Tatta kirrab. Santa Claus, assalomu alaykum. O'zbek tilida juda zo'r gapirasiz. Qayerdan? Endi O'zbekistonda 1 yildan buyon yangi uyim ochilgandan keyin o'zbek tilini o'rganishga majbur bo'ldim. Demak, bizda original Santa Claus bormi? Bizda original Santa Claus ham bor. Go'zal tog'lar bag'rida ham original Santa Claus parki ham bor. Green Wow. Hills Resort majmuasida. Demak, Biz yaxshi ko'rgan reklama. Demak, bemalol aytib o'tishim mumkinki, qish ta'tilida siz bolalaringiz bilan ularni olib Oqtosh tog' yon bag'irlariga borib, Green Hills Resort yonida Santa Claus parki bor. Barchangizni taklif etamiz. Rostdan chiroyli joy. Rahmat. Rostdan. Men u joyga borganman. Keling va maza qilib ilhom oling. Haqiqiy yangi yil kayfiyatini his eting. Hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli izquvarlar, demak bu yerga nima uchun yig'ilganimizni eslatib o'taman. Yangi yilda qoidalar avvalgidek qoldi. Shouda 5 ta sirli niqob qoldi va har birining ostida butun mamlakat gapirayotgan tanish shaxslar, blogerlar, aktyorlar, mega super yulduzlar bor. Demak, har bir sonda bitta niqob yechiladi. Finalgacha kim o'z shaxsini yashira oladi va bugun kim asl qiyofasini ochadi? Buni siz bilan, tomoshabinlar bilan albatta birgalikda bilib olamiz. Biz boshladik. Loyiha hamkori Huawei, intellektual olamni tezlashtirib. Hurmatli vatandoshlar, bu galdagi ilk maska qarshi oling. Bodring! Va nihoyat! Marhamat! Bodring! Bodring! Qarsagingiz! Qo'l qarnay mashag'al. Demak, Lilni negadir kayfiyati yo'q. Nega? Lil nima bo'ldi? Butunlay o'zgardingiz Bodring sahnadan joy egallagandan keyin. Yo'q emas joyda. Shunchaki hech qanaqa kommentariy berishni xohlamayman. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Demak, Mo'min aka, siz hozir bizning Bodringni birinchi marta ko'rdingiz, yurishlarini ko'rdingizmi? Boshqacha chiqib keldilar. Taxminlar bormi? Nima deb o'ylaysiz? Niqob ostida kim yashiringan? Taxminim bu Bodring. Hozircha endi sekin-sekinda mana hozir endi sekin-sekin bilamiz mana xatti-harakatlaridan, qimirlashidan, misol uchun Bodring diring. Qo'ldan. Xohlasangiz uzib yeng deganda, olasangiz topib oling deb. O'zib yediring. O'zib Bodringni, kстати, maskasini bundoq yechib tashlaydigan odati bor. Обычно. Yo, Bodring o'zi juda chaqqon. Judayam, slishkom energiya ko'p. Demak, hurmatli izquvarlarimiz, teletomoshabinlar, bizda har qachongidan ham qiziq. Demak, yordam ishorasiga ham yetib keldik. Diqqatingizni ekranga qaratamiz. Marhamat. Xo'sh, bayramlar boshlandimi? Men esa har doimgidek bardam va biroz marinatlangan kayfiyatdaman. Yangi yil bayramida tilak bildirish kerak deyshadi. Shunday ekan, men barchangizga kayfiyatingiz har kuni men muzlatkichdan chiqqandagi kabi qarsillashmasin. Hayotingiz chiroqlar kabi yorqin, o'tlar kabi shirin va mayonezsiz salat kabi. Mayli, hazillashdim. Mayonez bilan mazaliroq albatta. Olivye kabi rang-barang bo'lsin. Agar to'satdan kayfiyatingiz tushib ketsa, darrov meni har doim tabassum qiladigan va hammaga yashil energiya ulashadigan Bodringni eslang. Yangi yilingiz bilan do'stlar. Tetik, bardam va baquvvat bo'ling. Hamda baxtdan biroz qarsillang.
Хорошая muzika. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up, just so fun. Now the jingle has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bells time. Dashing in the grand singing jingle bell square. In the frosty air. Yaxshi, yaxshi. Xarakterli. To go riding in a one-horse lane. Oh, giddy on a jingle horse, bring up your feet. I'm jingling around the clock. Many said I'm mingling and jingling me. Ne, o'g'il bolami, qiz bolami? O'g'il bola. O'g'il bola? O'g'il bola Bodring. Buni biza Dili deb o'yladik boshida. Keyin kim deb o'yladik? Riding in a one-horse lane. I'm giddy on the jingle horse, swing up your feet. Jingle around the clock. Many say I'm mingling and jingling me. That is the jingle bell. That is the jingle bell. That is the jingle bell rock. Bodring! Ofarin Bodring! Shuncha sovg'alarni nima qilasiz? Olib ketaman. Ana. Demak, Mo'min aka hozir ko'rdingiz chiqishlarini, qolaversa, Albatta ko'rdim. hit musiqiy tarona. Ko'rdim. Yaxshi. Shunchalik zo'r bo'lgani uchun sizning ko'zlaringiz chiqib ketdi. Albatta. Albatta, men bu ko'zlarim bilan nima demoqchiman? Ko'zlar orbitadan chiqdi. Bu akamiz o'zbeklar va o'g'il bola. O'g'il bola. Yana taxminlar bormi? O'g'il bola hozircha, chunki Bodring-ku. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu niqob ostidagi insonimiz nima ish qiladi? Sportchi, bloger, xonanda, san'at vakili? Mana hozirda men mana jamoadoshlarimga yuzlangan Futbolist holda bo'lishlari ham mumkin. Futbolist, ya'niki sportchi, yaxshi. Lekin men Bodringni ashadiy muxlisman, kстати говоря. Nimaga? Men ham sizni muxlisizman. Bilmadim. Voydon. Nimalar boshlanmoqda? Birinchi epizod. Qamalgan berib yuboringlar shu qizga. O'zingizda bo'lavering, Bodring, dring. Xohlasang uzib yeng. Demak, yana bir karra o'sha. Demak, ko'rdingiz chiqishlarini. Ruxsora, nima deb o'ylaysiz? Kim yashiringan? Ism aytsangiz yaxshiroq bo'lardi. Dilimi dedinglar-ku. Men sizlarga ishonib, to'g'risi. O'tgan safardan beri Dili deb o'ylayapmiz, lekin Ochig'ini aytganda, o'tgan Meni safar kim men kelyapti? hamma narsani bilaman deb maqtanib qo'yuvdim. Loyiha shunaqa murakkab ekan, o'zim ham adashib ketdim. Siz hamma narsani bilaman dedingiz. Bilmas ekanman. Men ham bilmaydigan narsalar ham bor ekan bu dunyoda. lekin sizdan yaxshi savollar chiqyapti, Santa aka. Bizga javob chiqmayapti, shunisi bor. Bizga savollar kerak emas, aslida javob kerak. Lekin qarang, bu safar biz Bodring bilan archani uyg'unlashtirilganini ko'ryapmiz. Demak, bu ardring yoki borcha. Bodring, bodirarcha. Archa bodir. Hurmatli tomoshabinlar, yangi o'zbek so'zlari kashf qilinmoqda. Ardring. Siz jim turing. Yo'q. Buyoqqa keling. Qofiyani qarang. Baxt keling. Juda soz savollar bering, marhamat. Tuzli emas sizga qarab turing. Siz sport bilan shug'ullanganmidingiz oldinlari? Men sportsmenman. Bo'ldi, yolg'on. Hozir ham sportsmensiz. Sportsmen. 24 ga 7 sportsmen. Yaxshi, Mo'min aka. Lekin ko'proq influencer blogerga Hop, qarang, bitta narsa aytmoqchiman sizga. Siz blogerlik bilan shug'ullanasizmi? Seriyozniy ish qilamiz, aka.
Demak, blogersiz. Demak, blogersiz. Deydimi? Demak, blogersiz. Dastavval jiddiy narsa emas dedi. Nima? Blogerlik jiddiy narsa emas. Значит, блогер. Da, o'shancha aytdim, значит, bloger bu. Xo'p, siz blogersiz, Bodringjon. Bizlar tanishmizmi siz bilan? Sizni hamma taniydi. Ya, unaqa. Ya, kamtarim bo'laylik. Ya, kamtarim. O'tirishingizni qarang. Siz ham ki qolishmaysiz siz ham misol uchun. Sizni ham hamma taniydi, hamma tuzlaydi, hamma yeydi. Rahmat. Yangi yil salatlarida hammasida demak bodring bor edi. Bu hammasi yaxshi-ku, lekin bodring ahamiyat qilyapsizmi? Isqorimiz Lil Jim o'tiribdi. Xafa qildingizmi? Deb qo'rqadi mendan. O'shaning uchun jim o'tir. Yo'q, u qo'rqishdan emas, hozir o'ylayapti. Kim ekan? Chuqurroq o'yla. Ozod sizlar tanisizlar. Yaxshi tanish. Lil nima deb o'ylaysiz? Bormi taxminlar? Men o'ylashni ham xohlamayman, prosta kommentariy berishni ham xohlamayman. Prosta bodring ichida kimdir bor. Wow, ilk marotaba Maska showsida isqorlar shunday qilishlari. Bugun mehmonga boraman. Kechqurun. Ozodlikka. Xohlasanglar xos kutamiz. Tushunarli bo'ldi bodring. Hammasi yaxshi. Ruxsora yana savol berishingiz mumkin? Sizni yoshingiz 25 dan balandmi yoki pastmi? Savol. Marhamat, javob bering. 25 danmi? Balandroq. Balandroq, значит 26. Siz 1 yosh berdingiz-ku? 25 yarim. 28. Xo'p, menimcha o'sha dilimiy bo'lsa kerak. Dilimiy nimaga unday taxminlar? Chunki Ozod dilimiy bilan ham yaxshilar, to'g'rimi? Ozgina o'rtalarda hazil bo'lishi mumkin. Endi u bilan gaplash, men bilan gaplashyapsiz. Ha, Dilshod aka zo'r aka ular. Ha, hazil lekin bu dilimiy emas. 100%. Chunki bu men siz bilan gaplashyapman. Chunki Dilshod akada boshqa blogerlarda sahnani hurmat qilishi, madaniyat kuchli. Ha. Wow, nimadir boshlanyapti. Men ketaman. Wow. Bodring bo'ldi, hammasi yaxshi. Mo'min aka, so'rab ko'ring-chi, Lildan taxminlari bor ekanmi? Faqat siz bilan gaplashyapti. Ha, endi biz kollegamiz biz. Kollegialniy sbor. Birga ishlaymiz. Kimni o'ylashingiz mumkin misol uchun? Yo'q, men rostdan bu bodring. Qaysi beparosat deb o'ylashingiz mumkin? Agar siz shunchalik bu insonni shunaqa deb aytadigan bo'lsangiz. Bodringni yerga urib tashamanglar, пожалуйста. Yo'q, men fanatiman bu bodringchani ham. Men prosta aytmoqchi bo'layotgan narsam, shaxsiy adovatlarni chetga surgan holda, Juda to'g'ri gapirasiz, bodringcham. Yaxshi. Bodringcha. endi bodringcham deb turman-da, hozir bodring mana aka. Shaxsiy adovatlarni olib qo'ygandan keyin siz davom ettiring. Lekin aktyorskiy gap yo'q. Addushi chotki. Topolmaymiz vashshe kimligi. Birovga olasizlar. O'tirishiga qarang. Aktyor. Barmoqlariga qarang. Nimaga sizlar? Так вот кто делает, скажи. Bodringni aktyorskiy aytdim. Bodringni aktyorskiy aytdim. Nimaga faqat erkak kishi deb o'ylayapsiz? Qo'llarni qaranglar. Yo'q. Erkak kishi deysiz, bizdan chalg'itmang. Qo'l baquvvat. Tosh ko'tarib yurmoqchi bo'lgan odam. O'zi yangi yil musiqiy taronalarni yaxshi ko'rasizmi? Aytamizmi birgalikda? Men boshlayman, siz davom ettirasiz, maylimi? Ketdi. Last Christmas. Biladiganim ayting. Nima deydi? Biladiganim ayting. Siz bilmaysizmi uni? Yo'q. Yangi yil. Har bir uyga baxt olib kelsin. Biz juda sog'ingan o'sha kunlar. Haqiqiy yangi yil Yaxshi, ashulasi. Bodring. Vokallarga gap yo'q. Ofarin, qarsagingiz, Bodring. Yaxshi, davom etamiz. Taxminlarimiz. Qo'shiqchi emas, точно. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Juda ozgina vaqt qoldi. Kinolarda rol o'ynaganmisiz? Ha? Kinolarda rol o'ynaganmisiz? Kinolarda rol. Nimaligini bilmayman. Qaysi kinoligini ayting. Aytmaysiz-ku, baribir. Kino nimaligini bilmayman. Siz Anu ha emasmi? yoki yo'q, deymi bo'ldi? Bekzod Karimov emasmi? Kim? Bekzod Karimov emasmi? Bekzod Karimov. Emasmi?
Nimaga unday taxminlar paydo bo'ldi sizda? Manera общения и qaysida o'ynaganimni aytaymi deganlardan Mani keyin. kursdoshim. Kim u kursdoshingiz? Bekzod Karimov. Mo'shadir. U emas-a hozir? Yo'q emas. Xo'p bo'ladi, demak, men hammasini tushundim. So'nggi taxminingiz Lil. Yo'q, Ruxsora. Yo'q, bilmayman пока что. Siz ham bilmaysiz. Mo'min aka? Mayli, men dilimi deb turaman. Dilimi. Dilimi deb turaman. Kimdir bilan video olganmisiz? Mana shu o'tirgan Savol? jurilarda. Olmagansiz dilim. Вообще hech kim bilan hamkorlik qilmagansiz. Men o'zim bir o'zim yashayman. Hech kim bilan aralashmagan, gaplashmaganlarman. Tushunarli. Santa Claus? To'g'ri gadol. Dadam, Bir narsani ayta olaman. Bu shu yilning eng tetik ishtirokchisi faqat. Albatta, chaqqonligini qarang, energiyani qarang. Ko'z tegmasin, lekin javobingiz sizda ham yo'q, to'g'rimi? Yo'q, mutlaqo yo'q. Tashakkur izhor aylaymiz. Kattakon rahmat, hurmatli izquarlar. Bu esa sahnada Bodring edilar. Tashakkur izhor aylaymiz. Kattakon rahmat, Bodring. FTV telekanalida Maska shousi davom etadi. Hurmatli tomoshabinlar, izquarlarimiz endilikda sahnamiz markazida qarshi oling keyingi noyob Maska. Kutib oling, go'zallikda tengi yo'q. Flamingo! Mana shuni Manzura deyotgandik biza. Qilgan shu. Voy dalni. Voy Wow! Flamingo! Shahvomasa bu. Qarsaklar! juda nozik. Juda nozik qiz. Juda nozik. Ana endi men gapiraman. Marhamat. Ana endi kayfiyatim yaxshi. Ko'z O'z tegmasin. vaqtida Bodringni oxirida chiqarish kerak edi. Ana endi hozir kayfiyatim yaxshi. Flamingo, ho yaxshimisiz? Biz esa yordam ishoralariga yo'l olamiz. Diqqatingizni ekranga qaratamiz. Marhamat. Salom do'stlar. Ko'pchilik bilmaydi, lekin men O'zbekistonning eng serquyosh qovun va tarvuz eksporti bo'yicha birinchi o'rinda turadigan va an'analarga boy shahrida Xorazmda tug'ilganman. Yana O'tgan safar aytmagan edi. Hech kimga aytmagan bir sir bor. Xorazm. Bolaligimda san'at maktabida o'qiganman. Chin ko'nglimda Это qalam bilan Lola Ahmedova, rasmlar по-моему. chizganman. Lola Ahmedova, Surxondaryo. Balki shuning uchundir Ada? sahnada shunchaki qo'shiq aytmayman. Musiqani xuddi rasm chizgandek yarataman. Har bir tovush, Arizoda emasmi aka? Fulkar Abdullayeva. har bir nota rangdek. Butun qo'shiq esa mening avtoportretim kabi. Shuning uchun agar mikrofon biroz pushti rangda yarqirayotgandek ko'rinsa, bu tasodif emas. Bu shunchaki men, Flamingo. Nafasni rostlash vaqti yetib keldi. Reklamadan so'ng Maska shou davom etadi. Biz bilan qoling. Bu FTV telekanali. Ho ho ho! Merry Christmas! Fulkar Abdullayeva. Yuramiz. Aka. Qarma bor o'ylashib qaraylar. Endi bo'ylaysiz. Hozir xorazmcha ashula aytishingiz iltimos qilamiz.
Tuflisi mana shundoq. Ha. Tuflisi katta. Hulkar opani bo'ylari past. Hulkar. O'ynashlaridan ham. Ammo lekin biroq Hulkar opa sahnada juda ham zo'r o'ynaydi. Lekin bu o'xshamayapti. Plastikasi yaxshi. Может специально. Endi qarang, Xorazmdanman deb aldash mumkinmi? Yo'q. Bu podskaska to'g'ri. Ha, da. Qirolicha Flamingo! Qarsagingiz. Juda chiroyli chiqish bo'ldi, to'g'rimi? Musiqiy tarona, yangi yil taronasi baribir ham boshqacha bo'ladi. Mo'min aka, nima deb o'ylaysiz? Xo'p, men fikrimni bildiradigan bo'lsam, aytlar endi boshida chiqib kelishda qo'rqdim. Sabab? Bo'ylaridan. Keyin yaqinlashgan sari juda ham chiroyli flamingo chiqib keldi. Juda chiroyli. Va biz mana podskaskadan keyin o'yladikki, Hulkar opa Abdullayeva deb o'yladik. Hulkar Abdullayeva. Bitta narsa iltimos qilsak. Endi hozircha bitta narsani biz hozir sinab ko'rmoqchimiz. Mana shu ko'ylaklarni tagidagi tuflini ko'rsata oladilarmi bizga? Biz balandligini ko'rmoqchimiz. Ko'tarib bersalar yaxshiroq bo'ladi. baland. Hulkar opa. Hulkar Abdullayeva. Lekin ana Hamdam Sobirov bilan bitta qiz ham qo'shiq aytuvdi. Sevinch ham bo'lish. Chunki sevinch bo'lish mumkin. Chunki nimaga aytaymi? Harakatlari sahnada u qizi shunaqa. O'xshash. Ular aktrisa bo'lsa-chi? Yo'q, bu xonanda. Siyosatchi bo'lsa-chi? Yo'q, siyosatchi nima qiladi bizlar shouda? Sportchi bo'lsa-chi? Sportchi hozir u chempionatga tayyorgarlik ko'ryapti. Keyingi sonida qatnashadi. Yaxshi, davom etamiz. Ruxsora, savollaringiz bormi? Meni savolim podskaskada Xorazmli deyilgan. U rostmi? Rostdan Xorazmlimisiz? Ha deganlari. Sevinch. Umuman gapirmang. Sevinch. Qarang harakatlarni ham taku. U mashinaqa qiz, spokойно. Xorazmdan yana kim bor? Okey, Hulkar Abdullayeva. Xo'p, endi Hulkar Abdullayeva, Feruza Jumaniyozova, ular endi bunaqa emaslar. Bunaqa emaslar. Feruza Jumaniyozova vashsha ozib ketganlar. Men uni живой ko'rganman. Demak, Feruza Jumaniyozova ham bo'lishlari mumkin. Feruza Jumaniyozova. Agar Feruza Jumaniyozova bo'lsangiz-chi, ana qo'shig'ingizni yorib yuborgansiz. Qaysi birini? Ana xasta tutibdi, eslatib oling. Yalla habibi? Ha, yalla habibi, yalla habibi. Lekin Feruza opasi. Ay, shok to'yiz. Yo'q, ular emas. Feruza opa ham emas. Bitta iltimosim bor. Reklamani qilib olaylik. O'zbekistonga tashrif buyurganimdan buyon, Xorazm ashulalarni shaydosi bo'lganman. Voy. Bitta Xorazmcha ashula bo'lsin. Da. Xohlasa aytadi, xohlasa aytmaydi. Endi Santa Clausning iltimosini yerda qoldirmas axir. Qorbobo aytibdi-ku. Ayting, давайте. Marhamat. Ayting. Flamingo. Oshiq bo'lib chiqdi. Shak sharqildag'inam sharqildag'an barmog'inam shak sharqildag'inam sharqildag'an barmog'inam. Davomi? Bu anu qiz emasmi? Kim? Qaysi qiz? Ruxsora. Xorazmlimi, bilmayman. Mahliyo Omon emasmi? Mahliyo Omon. Ya, xonanda. Hozir to'xting, anaqa yozamiz Google ga. Yo'q, u menimcha Farg'onali edi.
Hozir O'zi? shunaqa Google'ga eshitgan. yozamiz. Mahliyo Omon Qatlik. Flamingo bo'lganga Feruza Jumaniyozovaga deb. Flamingo bo'lganligi sabab Sevinchdingizmi? Shu Sevinch odam hayvon. bo'lishi mumkin, shu inson yokida Xulkar Abdullayeva. Xulkar Abdullayeva. Ha. Yo Mahliyoma. Yo Xulkarma. Yo Feruza Jumaniyozovami. Xulkar emas, chunki O'rtoqlar Xulkar to'xtaling, yana opa bitta joyi ham so'rayinlar. bor, yana bitta joyi bor. Lazgi degan spektakl bor. Hop. Ana o'sha spektaklda Lazgida glavniy raqsga tushgan raqqosa qiz bor. O'sha qiz ismini bilmayman lekin. Savolga to'g'ri javob beradi, to'g'rimi? Xohlasa javob Qo'shiqchilarmi beradi. yoki aktrisami, o'shani bilib olishimiz kerak. Da, хотя бы. Hech bo'lmasa shunga yordam qilib yuboring, Flamingo Jon Brat aka opa. Qirolicha Flamingo. Qirolicha. Qirolicha. Flamingo olam palohlari. Xohlamayapti. So'nggi taxminingiz Lil. Nimaga xohlamayapti? Biza хотя бы shuni aytsa, yo'q xonanda emasman, ha aktrisaman desam, bu osmon paq etib yerga tushib ketmaydi. Aktrisa xonandadan Hozir ko'proqmi? tushib ketsa, rostdan. Hozir aytmasangizchi, Green Hillsga taklif qilmaymiz o'sha Santa Claus parkiga. Keling, Ayting. bu narsani man hal qiling. Kimni taklif qilishi, kimni taklif qilmasligini aytishim kerakki, biz iltimos qilgan ashula yangradi. Shuning uchun biz Flamingo xonimlarni Green Hills Resort yonida joylashgan Santa Claus parkiga oilaviy taklif qilamiz. Ofarin. Oilaviy deganlarga turmushga chiqqanmisiz Flamingo opa? Qarang, hech bo'lmasa mana bunaqa gaplashaylik. Xohlamayapti, kayfiyati yo'q. Siz nima bilan yonini ovurasiz? Tushunmadim. Nimaga yonini Nima bor olaman? o'rtalarda? Gapirtirmayapsiz nimagadir Flamingoni. Ayting, nima? Qaranglar, Что за lagichni секрет? o'ylab ko'rsak, lagichni. Ras boshlovchi yonini olyaptimi? Zvizda bu ko'rsatuv oxirigacha значит borishi kerak. O'shanda ko'rsatuv Bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak, Lil. Tomoshabinlarimiz maxsus ilova orqali ovoz berish jarayonida kim niqob ostida? Chunki tomoshabinlar ham bu gapirmagani uchun tomoshabinlar ham bunga qiziqadi. Demak, bu mashhur xonanda. Yaxshi. Bu точно Xulkar Abdullayeva. Rahmat kattakon. Yaxshi. Kapitan очевидность. So'nggi taxminingiz ketdik. Mani so'nggi taxminim, birinchi taxminim Xulkar Abdullayeva deb. Xulkar Abdullayeva ruxsora. Feruza Jumaniyozova bo'laman. Feruza Jumaniyozova, Santa. Men ko'pchilikning fikriga qo'shilaman. Xulkar Abdullayeva. Tashakkur. Bu Flamingo. Kuzatib qo'yaman. Abdullayeva edi demadimi? Mashina oldidan. Точно Xulkar Abdullayeva. Biz esa davom etamiz. Yana kichkinagina yordam ishorasi. Hurmatli izquvarlarimiz, u ayyor, epchil va har doim hayratda qoldirishga tayyor sizlarni. Nima deb o'ylaysiz? Hozir sahnadan qaysi maska joy egallaydi? Yenot. Yenot! Marhamat. Voy, rosta. Zo'r bo'ldi. Yo. Yenot! Qarsagingiz! Super! Yangi yil muborak bo'lsin. Sizni ayol dedingiz-ku, qiluvlaridan ayolga ham o'xshamaydi. Prям mujik. Ayyor dedilar. Qachon aytdim? Ayyor dedilar. Ayyor, epchil dedim. Uzr, qulog'im pardasi sal xirra bo'lib qolgan. Hammasi yaxshi, hech qisi yo'q. Yangi yildan keyin bari bo'ladi. Demak, taxminlar bormi? Nima deb o'ylaysiz? Kimligi nima? Juda ham zo'r aka lekin. Juda ham zo'r aka. Ha, chotki aka. Qayerdan bilasiz? Chunki bilmayman, odammicha energetikasi bo'ladi-yu. Men shu narsaga bilmayman, ishonaman, shu birinchi chiqqanlarda o'sha birinchi chiqib dumi bilan hozir sizlarni otdi. Yo'q, bizani nima bilan? Energetikalari zo'rda. Men lekin bular bilan tanishmasman 100%. Oldindan aytaman buni. Скорее всего, tanishmasman. Chiqqanlarida sahnada hammaga zo'rda, kayfiyatli anaqa energiyalari. Raketa qildi. Maslahatlarga o'tdingiz. Keling, ishoralarni ham
ko'rib chiqsak maylimi? Davay. Yordam ishoralari, diqqatingizni ekranga qaratamiz. Yangi yil mening eng sevimli bayramim. Atrofdagi hamma narsa yarqiraydi, porlaydi. Hatto men ham odatdagidan ko'ra ko'proq yorqinroq bo'laman. Kimdir qor uchqunlarini, kimdir mandarinlarni sanaydi. Men esa tabassumlar sahnasini yaxshi ko'raman. Ular menda shunchalik ko'pki, tez orada yaxshi kayfiyat banki ochishimga to'g'ri keladi. Yangi yilda tilak tilash kerak deyishadi. Shunday ekan, men chiroqlar, kulgi va olqishlarni bundan keyin ham to'plashni xohlayman. Menda ular ko'pgina yig'ilib qoldi. Aytaylik, milliondan sal kamroq. Shuning uchun isbonlar qorong'ilikdan emas, yorqinlik ichidan qidiringlar. Men doim yorug'lik va kulgi bor joyda bo'laman. Wow! Так классно! Ring my bell, ring my bells. 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 Sometimes you love, sometimes you don't. Sometimes you need it and you don't, and you let go. Sometimes we rush, sometimes we fall. It doesn't matter. Baby, we can take it slow. Стой. To'xta, Shahlo Zoirovami? Da. Shahlo Zoirova va Ahmad aka. Oh, it makes me feel alive. Come on, ring my bell, ring my bells. Ring my bell, ring my bells. You try to hide, I know you do. When all you really want with me is come and get you. You move me closer, I feel you breathe. It's like the world just disappears when you're around me. Oh, 'cause the way that it does is something that we can't deny. Men cho'ta hamma topib qo'yapman. Yo, yaxshi. The way that you move, oh, you make me feel alive. So, ring my bells, ring my bells. Ring my bells, ring my bells. Ring my bells, ring my bells. Voy, zo'r, topganimman. Yana men nima dedim-man? Men bu odamni lichni tanimayman, lekin energetikasi yaxshi deganimni qarang. Zo'r. Nimalar bo'lyapti sahnada? Yenot va mahluqcha qarsagingiz. Ofarin Tasanno, demak, nima deb o'ylaysiz? Yenot niqob ostida kim yashiringan? Assalomu alaykum avvalambor. Sizni ko'rganimizdan va bu sahnada turganingizdan juda ham xursandmiz. Turishigacha bemalol turishini qarang. Men uchun nima desam ekan, bir ustoz, bir nima desam ekan, legendasiz. Chunki sizni biza o'sha sahnaga chiqishlaringizni yoshligimdan beri kuzatib kelamiz. Onam yaxshi ko'radilar sizni. Mahluq chiqqandan keyin уже точно biz amin bo'ldik. Mahluq bu Shahlo Zoirova, bular esa Ahmad aka. Bo'ldi. Shahlo Zoirova va million jamoasidagi Ahmad aka. Ahmad aka. Bitta narsa iltimos qilaman. Umuman boshqa joyga o'tlab ketmanglar. Agar ular bo'lmasa sochim kalga olib tashlayman. Mayli, Do'stlar, siz bilan birga o'tiramiz. Серьезно прям? Javobni Javob kalga oldirasiz. 100%. Voy! 100%. Moshinka tayyorlab turinglar, rejissyor. Tomoshabinlarimiz eslab qoling bu jarayonni. Niqob ostida, demak, Ahmad deb aytyapti Lil, lekin Sochingizni olma deyman-da. Ahmad bo'lmasa u yerda u sochini kalga olar ekan. 100%.
Mo'min aka, sizga yo'llanamiz. Marhamat, nima deb o'ylaysiz? Hurmatli sudya. Men endi nima desam bo'ladi? O, jonlandi. Yenot aka, qayting. Markazda turishimiz kerak siz bilan. O'ynashni ham boshqa. Xo'p, endi qarang, mayli Ozodni fikriga qo'shilgan holda boshqa joyda o'tlamaymiz, mana shu atrofda o'tlaymiz. Agar o'tdan qornim og'risa Ozod. Sochim meniki kabi bo'ladi, sizniki emas. Sizga kalligam yarashadi, tushunasizmi? Kal menga yarashmaydi. O'shaning uchun qo'rqaman. Endi qarang, mana bunaqa narsa. Ozod aytdi. O'sha Ahmad degandan keyin bitta men jestlardan taniy olmadim. Bitta narsasi, mana shu sahnada rekvizit bor deyildi. Rekvizitda pianino bor edi. Shunaqa? Kelasan qilmasin. Ahmad pianino chalishni biladi va u yaxshi ko'radi. Yaxshi. U bilan yaqinmiz. Uverni men ham noto'g'ri gapirsam, ishonch bilan noto'g'ri gapirayotgan bo'lishi mumkin, lekin Ozodni fikriga qo'shilgan holda men ham shu fikrni bermoqchiman. Keyin ikkinchi nimasi sirasi bir-birimizga qaradida, chunki birinchi aytib qo'yman, qarang. Oldin ko'rsatuvda biz Shahlo Zoirova nimasini berdik. Maxluqcha. Maxluqcha. Ana o'shandan keyin fikrimiz birlashdi. Bitta mana shu fikr tug'ildi. Hozirgi kunda ular ikkalasi birgalikda Instagram tarmog'ida ijod qilishmoqda. Juda ham zo'r serial chiqdi. Ahmad akani podpishka hozir bitta aytdilar. Alaqada o'sha televizorda qo'yilgan narsada aytildi. Mani dedi, nimadirim dedi, 1 milliondan ko'p emas, ozgina oshdimi degan gap aytdi. Ahmad akani podpiskalari 1 millionmi shunaqa? Men esa boshlovchi sifatida aytishim mumkin, Lil Moshinkani tayyorlang. Ruxsora, sizga yo'llanamiz. To'g'risini aytsam, endi hamkasblarim menimcha juda ham ko'p sahnada ko'rishgan bu inson bilan. Menga sal qiyinroq bo'lyapti hozir. Kimdir представить qilish, Brad Pitt, Tom Hardy yoki Tom Cruise bo'lishi mumkin, lekin men o'ylaymanki, Ahmad aka va Shahlo Zoirova degan fikrga qo'shilaman albatta. Men biroz fikr bilan hozir lekin boshqa odam bo'lib chiqsa вообще. Men sochim kalga olaman. Biroz Eshitdingiz-a? Endi Santaga yo'llanamiz. Santa, nima deb o'ylaysiz? Endi men na sochimmi, na soqolimmi og'im kelmayapti. Lekin ishorada tabassum, millionlar degan so'zlar yangragandan keyin, uni ustiga pianinoning ustida limon turganini ko'rganimdan keyin, u ham limon degani million slangda million degan ma'noni bildiradi. Million jamoasidanmas. Shuning uchun Ahmad Temurovmikin deb o'ylanib qoldim. Endi mana buni qaranglar. Lekin o'tiring. Xavfli burilish. O'tiring. Santa Claus, iltimos. Doda, sizlar hozir. Oxirigacha gapirishga ruxsat bering. Xo'p, doda. Ahmad Temirov demoqchi edim-u, Temurov, uzr. Lekin ikkilanib qoldim. Shuning uchun hozircha men javob bermayman. Doda, bitta javob bermoqchiman. Bitta duo bering. Omadingiz kelsin. Santadan duo. Endi omadingiz bersin. To'xtang, Santadan duo, yangilik bu. O'shada o'zbekcha Santa. Bitta narsa aytmoqchiman. Men xavfli burilishdan Ozod fikringizga qo'shilaman, men ham to'g'ri qo'shilaman. Endi qarang. Mana dodamning gaplarini eshitib, bitta qaror keldi. Mana limonga e'tibor beryapsiz. Men berganim yo'q limonga. Va million deganda bu chalg'itish bo'lishi ham mumkin. Dizayndagi Sadulla aka ham bo'lishi mumkin. Ularning ham harakatchanligi bor. Demak, men chalg'itmoqchi emasman. Shuni ham inobatga qo'yinglar, iltimos. Sadulla aka. Shadashmaydi. Men siz kal bo'lishingizni xohlamayman, Ozodbek. Lekin ko'rardingiz-a? Fikrimni qaytib kal qilish istadim. Yo'q, to'g'rimi? Savol bering, bemalol. Otingiz nima? Bo'ladimi? Yo'q, qanaqadir kulgili anaqa tashlang, чтобы посмотреть. O'zingiz ham berishingiz mumkin, Ruxsora. Kulgili stilistikada gaplashib bilmayman. Вот bular bilanlar. Bilib olishlari mumkin, мне кажется, stilidan sразу. Hozirgi kunda siz Instagramda juda ham ko'p video roliklar olmoqdamisiz? Unchalik ko'p emas. Ahmad aka. Sochingizni kalga oldirishga arzimaydi. Ahmad aka siz. Ahmad, sizni topdik, rahmat.
Ahmad, rahmat. Qayerdan? Nima qatdan topdingiz? Qarang, mana bunaqa narsa. Biz Ahmad bilan gaplashib turamiz. Lekin Mo'min aka Men siz nomingizdan javob berolmayman. Mana bilmayman. To'xtab turinglar, jam menga ishonmaylar. Boshqa Ahmad aka emasdir. Keling, yenotga ham yo'llanaylik. Yenot bizga ham ishora bering, isqorlarga ishora bering, imkoniyat bering. Qiynalib ketdi-yu, qarang. Demak, men Mo'minjon bilan hamkasbman. Yo, to'xtang. Siz aktyormisiz? Qisman. Ha, bir narsa aytmoqchiman. Biz mana hozir qavazlar haqida gap ketdi. Bitta mana sezon bo'ladi. Bitta sezon bo'ladi. Shu sezonda birga o'ynaganmizmi? Qarama-qarshi jamoada. Voy. Ahmad. Tushunarli. Agar to'g'ri gapirayotgan bo'lsa, Ahmad, agar men Sa'dulla akalar bilan tushmaganman, misol uchun. Demak, so'nggi taxminingiz? Ahmad, Ahmad, Ruxsora. Yana bir yordam. Marhamat. Mo'min bratchika. Ha? Qalaysan? Tak. Bir narsa. Tak. Ashula hech bilganimni zo'r aytaman. Lekin afsus. Hech bilmayman. Demak, so'nggi taxminlar. Bratchika dedi-ya mana. Ha, bo'ldi, mana bu ketdi. O'ylar yomon qiladi endi. Uyqu yo'q. Demak, Lil, so'nggi taxminingiz? Qanaqadir populyarniy frazalar bormikin? Ko'p ishlatiladigan hayotda. Ko'p ishlatiladigan frazalar. Ha, bitta aytib ko'rsin qanaqadir. Aytsam bittada bilib qolishadi. Mo'min uchun yarmini ko'rsataman. Ha? Ahmad, kimsan sen? Qayerdan bildingiz? Nima bu ishora? Yo, men o'sha jestidan endi bildim-da endi. Kelinglar, mayli, so'nggi taxmin. Lil, Ahmad aka. Ruxsora, Ahmad aka. Mo'min aka. O'ylab javob bering. Ahmad. Ksanta. Ahmad Timurov. Wow, kuzatib qo'yamiz. Yino! Mayli, qo'shamiz. Ofarin! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Maska show davom etadi. Demak, maskalarimiz, niqoblarimiz o'z chiqishlarini ko'rsatdi, lekin isbonlarimizga bu kamlik qildi. Demak, biz yana bir karra sahnamiz markaziga Bodringni taklif etamiz. Qarshi oling. Bodring. Wow, boshqacha energiya, drive. Demak, berayotgan energiyasi juda boshqacha. Lil, yana bir karra assalomu alaykum. Lil, no comments. Okay, thank you. He doesn't want. Yordam ishoralariga vaqt yetib keldi. Diqqatingizni ekranga qaratamiz. Bu yana men, Bodringman. Tashqaridan yashil bo'lsam-da, ichim pishgan. Aytishlaricha men juda maromidaman va buni inkor etish befoyda. Bugun xotirjam va qarsilloqman. Ertaga zamonaviy va o'ziga ishongan. Indinga esa ehtimol kostyum kiyib, qo'limda qog'ozlar ko'tarib yurishim mumkin. Gohida men jim kuzatuvchiman, gohida o'zgalar tarixidagi kichik bir chiziqman. Ammo har doim mensiz yangi yil san'ati bemaza bo'lib qoladigan muhim detalman. Men e'tibor qildirmayman, e'tiborni o'zimga jalb qilaman. Agar hamma narsani tushundim deb o'ylasangiz, ishoning, qattiq adashyapsiz. Это так классно, музыка! Но не хочу танцевать! Jahongir Xo'jayevmi? Jahongir Xo'jayev. Men o'sha haqida o'yladim boshida. Настолько крепкого вина,
Я вам музыку сыграю, здесь им нравится на востоке, на востоке. Что за небо Aka, Dilimi, без луны. Jahongir emasmi? ovozini men bilaman. Eshitishini qarang. Na vostoki. Dilimi. Без чайками. Что за жизнь без чайками? Вот теперь я играю. Прямо идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь оставим не пир. На востоке, Mo'min aka. на востоке. Dilshod aka bizani kollejda o'qiganlar. Estrada vokalga chiqqanlarida biz ularni qo'shiq aytganini ko'rganmiz. Mana shunaqa aytadi ovozi. На востоке, что за жизнь без чайками? Открывается сердце, чайками чудо-рай. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайками? Что за жизнь без чайками? Bodring! Qarsak. Mr. Badrin. Yo'qda? Albatta. Bodring. Lilga ham yoqdi o'ynab ketganingizni qarang. Bilasizmi nimaga men o'rnimdan turdim? Nega? Bodring spesialni meni jahlimni chiqarganini endi tushunib yetdim. Nimaga? Qo'shiq aytganlarida ovozlarini talaffuzi rus tilida va ularni tonalnisi, tembridan bittada bildim bu bloger Dilimi. Nimaga? Chunki o'xshadi. Nimaga? Chunki o'xshadi. Aytmaman-ku, tembri o'xshadi. Ammo lekin biroq Dilimi bo'lsa juda ham hayratda qolgan bo'lardim, chunki Dilimida hozir katta proyekt ketyapti-da, uxlamay harakat qilyapti o'sha narsaga. Yaxshi. Demak, Mo'min aka, Endi men shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam aytlar. marhamat. Bir xayolimga ham kelyapti bu Jahongir Xo'jayev. Kim? Jahongir Xo'jayev. Boshida sразу mana shunaqa o'yladim. Sariq o'yladim. Chunki Jahongir Xo'jayev. ha, u ham nima desam bo'ladi, men xatti-harakatlari hisobidan u ham shou qilishga harakat qiladigan bola va shou qila oladigan bola. Birinchi sonlarimizda ular demak bu yerda yotib olib, esinglardami? Hozir ham yotib beraman. Hazillashdim. Yotaman. Hazilkash Bodring. Ruxsora nima deb o'ylaysiz? Sevimli Bodring niqob ostida kim yashiringan? Sevimli Bodringchani Jahongir Xo'jayev deb o'ylamayapman, потому что unaqa bo'lganda, serdechkalar menga unaqa qilmasdilar, jo'natmasdilar, мне кажется. Bitta savolim bor edi. Turmush o'rtog'ingiz san'at sohasidami yoki san'at sohasida emasmi? O'qiganmi to'y san'at sohasida? Uylanganmi o'zi? Ular endi menga serdechka jo'natib. Shu savolga javob bersalar, turmush o'rtog'ingiz san'at sohasida o'qiganmi yoki o'qimaganmi? Yo'q. Dilimi. Dilimi? Ya qarang, bitta savol bersak, hech bo'lmasa qaysi birigadir to'g'ri javob berish kerak-da. Va javob beraman. To'ppa-to'p. Ey. Hammasi. Atticha. Patskazga bering. Bering. Bo'ldi, xo'p, farzandingiz bormi? Menikimi? Yo'q, boshlovchiniki. Bolangiz bormi aka? Do'stim, sizniki. Farzandingiz bormi? Bor. Bormi, o'g'ilmi, qizmi? Adresimni ayta qoling. Ayting, voy. Toshkentda turaman. Yaratsko. Dilimi. Dilimi.
Yana bormi taxminlar, Ruxsora? Qaysi blogerlar bor yana? Jest, Esimda ana. yo'q. Jestini qarang, dilimi. Ya bu chalg'ituv bo'lishi mumkin. Yo, u birinchi chiqqanda biz dilimi demasimizdan oldin u oldingi ko'rsatuvlarda mana shunaqa qilib yotibdi. Anu emasmi? Kim? Anu bor-ku. Jasjan. Kesib tashlaymiz bu joyni. Kim? Yo'q, yana Я тебя ненавижу просто. Pranker Jasjan. Да, фу. Xo'p, bo'ladi. Еще Voy, один Anu bor-ku. Kim? Salom Toshkent. yo'q. Yo'q. U do'mboq. Ey, yo, nima gap? Yo'q, ular. Nima deb o'ylaysiz, Santa Claus? Biz bilan ham bo'lishing. Men bu yoqda skanvor deyishyapman. Mazam bo'lmayapti deb yozdi. Yo'q, mana bodring bo'lib sabzavot emas. Ashula aytib xonanda emas. Archa bo'lib sovg'asi yo'q. Kim bu? Agar topsak, albatta Santa Claus parkiga taklif qilamiz. Green Hills yonida. Green Hills Resortda Santa Claus Park sizni kutmoqda. Kostyumingiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Degan bloger emasmi o'sha? Nima ish qilasiz? Ismlari kim blogerlar? Bilmayman. O'rtoqlar, videoshiga e'tibor beringlar. Har shu dilimi deganimizda yana aytinglar, yana deb chalg'ityapti biz hali. Nimaga umuman yo'q? Taxminlar kerak. Yoki o'zimizdan-da. Dilimi. Mo'min aka, nimaga jimsiz? Yo, men aytdim-ku sizga, men Jahongir Xo'jayev dedim-ku. Mo'min aka tomosha qilishga kelgandi. Mana savol bering, javob beryapti. Ya, bu to'g'ri javob bermayapti. 100% to'g'ri javob beraman. Ha, xo'p. Biz bir-birimizga podpisamizmi Instagramda? Qarash kerak. Voy, faqat rostini ayting. Voy, men sizga podpisman. Podpisamisiz? Qo'limda tiqolimda qarayotganmisizlar. Bu yerda ham blogerligini qilyapti. Xullas, hozir men bodring chiqaman. Zaprostayotibman. A? Direktingizda zaprostayotibman. Yo'q. Voy. Sirlar ochilyapti. Xo'p. U vas siz rебенок. Siz uchun keldim. U vas sizni bolangiz bor, uyalmaysizmi menga bunaqa gap gapirishga? Bo'ldi, o'chdi. Я что-то Bo'ldi, не bodring поняла. o'chdi. Bo'ldi, o'chdi bodring. To'xtang, Bodring o'zi bitta isqor sizni yaxshi ko'radi. U ham bo'lsa bizning yagona xonimimiz Ruxsora M. Urushib qolmang u bilan. Ana bo'ldi. Qarang, Jahongir aka bunaqa qiluvlarni vo'shi bilmaydi. Dilimi istoрияларida ham ko'p joylarda hazil huzul qilganda mana shunaqa qilib. Keyin yana bitta fikringizni qo'shilmoqchiman. Ani uzunni ko'rsatdi, tam Vot, juda to'g'ri. Yordam ishoralari. Ha, yordam ishora uzunni ko'rsatdi. Muhabbat temasida rosa siqildi aka. Bu Bodringjonimiz videosiga qaraganda, ko'rdingizmi? Ahamiyat berdingizmi? Yo'q, to'g'ri chiqishi mumkin sizning ham gapingiz. Dilimini biz o'sha kuzatib turgan holatimni aytaman. O'sha bitta qiz bilan tanishmoqchi bo'ldi, tam yurakchala, tam uzuvchala. Mashina anchada-da. Ha, mana shunaqa narsalar bo'ldi. Men endi videodan kelib chiqib aytayapman. Boshqa blogerda adashmasam bunaqa sevgi, muhabbat tarixi bo'lgani yo'q. Ay ko'zim. Tashakkur, rahmat kattakon. So'nggi taxminlar. Leo. Dilimi, Ruxsora. Dilimi. Mo'min. Dilimi Xo'jayev deyman. Dilimi Xo'jayev. Dilimi. Yangi blogerman. Dilimi, demak Santa, siz nima deb o'ylaysiz? Taxminingiz? Jasjan. Jasjan. Ninada. Bu Bodring qarsagingiz. Tomoshabinlar, eng qiziq voqealar oldinda bu maska FTV telekanalida. Endilikda mamnuniyat ila davramiz markaziga keyingi maskani taklif etamiz. U shoshilmaydi, chunki biladi. Tomoshabinlarning e'tibori allaqachon unda. Nozik, sirli va doim e'tibor tortadigan Qirolicha Flamingo!
Flamingo. Hulkar Abdullayeva. Xulkar Abdullayeva, Feruza Jumaniyozova, Sevinch Ismoilova bor edilar. Ana o'sha ikkita variant bir-biriga to'g'ri. Sevinch bilan Hulkar. Ha, o'sha variant. Hurmatli isquarlarimiz, yordam ishoralariga vaqt yetib keldi. Diqqatingizni ekranga qaratamiz. Oh, bu bayramni qanchalar yaxshi ko'raman. Yangi yil, hatto malikalar ham ozgina nafasini rostlaydigan payt. Tojni yechib, qulay joylashib, sevimli qo'shiqlarimni eshitish uchun. Agar siz mening playlistimda kimning qo'shiqlari yangrayotganini bilmoqchi bo'lsangiz, mayli, aytaman. Alisher Baniyazov, uning ovozi xuddi kamin ichidagi olov kabi. Значит, duetlik bo'lgan. Ammo kuydirmaydi. Bunday kechalarda men bolaligimni, Xorazmni eslayman. Eski mo'qalamni olaman-da va yangi yil bayramini qanday Sevinch. o'tkazishni Dueti bor ekan Alisher Baniyazov bilan. Sevinch. va biroz sehrli. Sizning bayramingiz ham shunday ranglarda o'tishini tilab qolaman. Sizlarni yaxshi ko'ruvchi Flamingo. Maydalar, kecha tunda yomg'ir yog'di maydalar. Unutilmas uchrashuvni esladim. Esingdami ko'zingga qara, chiroyingga seni bo'lgan edim mas. Loladek, yanoqlaring yongan edi loladek. Erkalanib turarding yosh boladek. Shunday paydo bo'ldi muhabbat. Jonim, esingdami yon 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 g'irqonchilari son-ton ton-ton seni qo'lingdan ushlab asta bo'ylab yuragimiz shu aytsana esingdami yon 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 g'irqonchilari son-ton ton-ton astimiz falak ayna buburak sochar edi yuragimiz shu maydalar kecha tunda yomg'ir yog'di maydalar unutilmas uchrashuvni esladim farishtadek husningga qara o'sha kundan beri holimda payvand loladek yanoqlaring yongan edi loladek erkalanib turarding yosh boladek shunday paydo bo'ldi muhabbat jonim esingdami yon 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 g'irqonchilari tom-tom tom-tom qo'lingdan ushlab asta baylab yuragimiz shu aytsana esingdami yon 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 g'irqonchilari tom-tom tom-tom astimiz falak ayna buburak sochar edi Flamingo. Ofarin tasanno. Tashakkur izhor aylaymiz. Bugun biz hammani topamiz. Da. deb o'ylaysiz, aslida unaqami Biz yoki anchalik yo'q? mayli, Bu Maska FTV telekanalida. Marhamat. Sevinch. Sevinch Qaysi biri? Ismoilova. Ismoilova. Mo'minova? Ismoilova. Aha, Mo'min aka. Yo'q, qo'shilaman. Nimaga? Chunki mana biz Xulkar opada o'tdik. Da. Va Sevinch da o'tdik. Endi mana bunaqa narsa, ikkalasini ham qo'shiqlarini eshitib ko'rganmiz. Ovoz tonalsiga e'tibor beradigan bo'lsak ham Sevinchki ingichkaroq. Ingichkaroq. Ana o'shancha hozir qo'shiqlarni aytganda ham mana
aytish manierasi ko'proq sevinchga o'xshayyapti va sahnada движениялari Xulkerapa прям hozir o'ynab tashirdilar мне кажется. Sezilib turibdi. Sevinch Ismailova. Albatta. Erkak kishi bo'lsa-chi? Unda Sevinchjon bo'ladi. Ava. Может, Sevinchbekdir. lekin sevinchi Bir narsa aytmoqchiman. Dadam Qaranglar. gapirmoqchilar dadam. Hozir plastika to'g'risida gap ketdi. Endi o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Mana shu maskada bir necha kilogramm, 1,5 metr taxminan ustiga kiyilgan. Yaxshi. Albatta plastika sal ehtiyotkorlik bilan qilinadi raqs. Shuning uchun ham men Xulkar Abdullayeva deb o'ylayapman. Shuning uchun Sevinch, to'g'rimi? yo'q, lekin men raqqosa Dilnoza ham deb o'ylayapman. Raqqosa Dilnoza. Santa Claus yana bormi fikrlar? Men o'sha fikrda qolaman. Chunki- Xulkar Abdullayeva. Chunki raqqosaday turibdi-da. Yo'q, raqqosaday deganimda qanaqa? Prem Qomati. qomatlari, o'zini tutishlari, bitta oyoq chapda, bittasida turib, takoy довольный turibdi-da, uyalmay. Bu xonanda bas bunaqa nolalarni anaqa qila olmaydi raqqosa. Послушай, какие у нее мелизмы были qo'shiq aytayotganda. Loladek bo'lib chiqdi bu. Marhamat, aytib bering yana bir marta. Yo, yo. Eshitsin Lil. Marhamat. Flamingo. Aytmayman. Qarang, ruxsora. Значит, o'zlari aytmaganlar. Ruxsora, qara. Yo'q, o'zim aytganman. A nimaga hozir aytib bermayapsiz? Aytib bering, ikkita strochka, iltimos. Bilan Charchadim. Ikki qator. charchabdi, xayr deyapti. Voy, ketib bormoqchimiz shunda sahnada? Yo, umuman, hammasi yaxshi. Dilnoza opa, men sizni bunaqa deb o'ylamagan edim. Mo'min aka nimagadir jim o'tiribdilar. Sevinch. Sevinch kim? Mo'minova. Nima Mo'minova deb urasiz siz? Qarzingiz bormi? Sevinch bo'lmaydi. Umuman. Yoki yaqinda premyeralar chiqadi. Buncha sevinch Mo'minova deyapsiz. Yo'q, biz uni ham Ya, Santa Claus parkka taklif etamiz. Green Hillsda joylashgan. To'xtang, o'zlari aytsinlar. Haqiqiy yangi yil kayfiyatini ulashish uchun. Ya. Sevinch Mo'minova kelganda o'sha Santa Claus parkiga bizani ham chaqiringlar. Xo'p bo'ladi. Biz ham boramiz. Xo'p bo'ladi. Demak, davom yana kim? Yo, Sevinch Ismoilova deyman. Ismoilova или Ismoilova? Ismoilova. 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 Sevinch Ismoilova mana. Hop, bitta savol beraylikchi. Marhamat. Siz o'shamisiz? Sizni duetlaringiz ko'pmi, kammi? Ko'p desa ham bo'ladi. Ha, tagda sevinch. Ko'p desa ham bo'ladi. Dilnoz emas. Bitta qo'shiqlari bor edi. Anu Hamdam bilan aytgan. Jaylan. Da? Jaylan. Adashmadingmi? Jaylan deb aytgan. Adashmasam liba duet edi, liba o'zlari aytgan edi. To'g'risi aytmoqchimanki, yosh ijodkor hozirgi kunda juda ko'pchilik bilan kollaboratsiya kerak. Ayub Bayazmi, to'xtang, YouTube'da ochay, to'xtang. Alisher. Ana o'sha Eshitmayapsiz lekin rosa kulyapti. Alisher Bayniyazov. Aytganmisiz u bilan duet? Ha. Chunki ekranda men Alisher Bayniyazovni juda yaxshi eshitaman dedilar. Endi to'xtang, shu joyda bu klip qachon chiqqanini ko'ramiz. Xo'sh. 7 oy oldin oxirgi kliplari ekan. Haqiqiy squad. точно. Haqiqiy squad Lil. Klip 7 oy oldin chiqqan va prosmotri Такой пиар 51 million. Ha? Chota siz sevinchxon yorib yuboryapsiz. Men bilan ham to'xtang. To'xtang. Momentdan foydalanyapman. Agarda Sevinch Ismailova bo'lib chiqsangiz, Siz kal bo'ldingiz, endi siz sochingiz yo'q deb o'ylayvering. Davom etamiz. to'xtab turing, Sevinch Ismailova, agarda siz bo'lsangiz rostdan ham maskangizni yechganingizda, men siz bilan endi siz, конечно, professional qo'shiqchisiz, lekin birga duet kuylasak, kollaboratsiya qilsak juda ham zo'r bo'lar edi. Rozi bo'lasizmi, qirolicha? indamay chiqib ketsalar. Duet kuylasak juda zo'r bo'lar edi. Nimaga? Chunki Если что, Ozoda Nursaidova primadonna men bilan duet kuylagan. Siz ikkinchisi bo'lasiz agar duet kuylasangiz. Unutmang so'zlarimni. Men hammaga ham aytmayman. Kuylaysizmi? O'ylab ko'raman. O'ylab ko'rar ekan. Chunki hozir ha deyolmaydilar. Значит, sevinch. Chunki ha deyolmaydilar. Sevinch Ismailova deb murojaat qildim-ku. Конечно, undoq qiladi. Ha, bitta ko'ynaklarni ko'rsak undan. Marhamat. Aylanib bering Mo'min uchun, Mo'min aka uchun. Wow. Kostyummisan, kostyum, maskamisan, maska. Va so'nggi taxmin Santa Claus
ikkilanib qoldim. Mana Sevinch familiyalari nima edi? Ismoilov. Ismoilova deb o'ylayman. Xo'p bo'ladi. Ruxsora Sevinch. Ismoilova. Da, boshqa variant yo'q. Liu Ismoilova. Sevinch. Ismoilova. Mo'min aka, Endi men hozir Xulkaropa desam, yana boshlaymiz boshqatadan o'tlashni. Endi mana bunaqa narsa-da, boya gapimda, hozir bular masalan mana nima deyiladi? Qolib nima qomat hisobidan bitta endi gaplashamiz, aniq bitta javob olmayapmiz. Endi ilojimiz yo'q ko'rinishidan. Shahvaqmiydi degan edim men birinchi chiqqanida. Agar Sevinch Ismoilova bo'lib Endi ko'rinishidan endi aniq topishga harakat qilamiz-da. agar yana topgan bo'lsam, ani Bodiriyni buni. Kim? Voy, vashshi, vashshi. Mo'min aka, Sevinch deb turaman endi. Sevinch Ismoilova. Lekin Xulkaropaga ham tortib. Bu esa Flamingo edilar. Qarsakingiz. Ofarin! Tashakkur izhor aylaymiz. Kattakon rahmat. Rahmat. Wow, bravo. Loyiha hamkori Santa Claus Park. Santa Claus Park sehrli onlar o'ylaganingizdan ham yaqinroq. Butun oilangiz bilan tashrif buyuring va Santani shaxsan uchrating. Ho ho ho! Merry Christmas! Izqorlarimiz, tomoshabinlar, biz davom etamiz. Sirli voqealar, jumboqlar shousi davom etadi. Bu Maska FTV telekanalida. Qarshi oling. Keyingi maska, keyingi niqob. Yenot! Marhamat. Chiqishini ahamiyat qiling. Yenot sahnadan joy egalladilar. Yana sizlarga yordam ishora beriladi. Diqqatingizni ekranga qaratamiz. Marhamat. Hammaning aytishicha, men qiziqchiman. Lekin o'zimni improvizator deb atashni ma'qul ko'raman. Ahmad aka. Qilishni, g'oyalar tashlashni va yana siz o'z taxminlaringizda adashib qolishingizni kuzatishni yaxshi ko'raman. Ammo ko'pchilik bilmaydiki, aslida men jim yuradigan, og'ir vazmin insonman. Shunchaki tabiatan hazilkashligimni hatto niqob ostida ham yashirib bo'lmaydi. Ajablanarlisi shundaki, buni hamma biladi. Lekin negadir kim ekanligimni haligacha topa olishmayapti. Balki meni oshkor qilishlari uchun haddan tashqari yorqin va boy ko'rinayotganim uchundir. Men jim turganimda hamma navbatdagi hazilini aytmoqchi deb o'ylaydi. Men esa shunchaki bosh qotirishingizni tomosha qilayotgan bo'laman. Shunday ekan, taxmin qilishda davom eting. Axir sukut saqlaganimda ham ichimda jilmayib turaman. Boshalarmi? Ahmad. Qarang, topganimmi? Ahmad! Jahongir Poziljonov o'zlari emas. Yo'q. Jahongir aka. Mugas, keyin masalan hammamiz Jahon aka fanatimiz-da, biz u kvenchlar. O'sha Ahmad, qilig'i ham o'sha. Men esa oddiy bolaman, kecha do'stlarim sovg'a qildi yangi lisha. Ajoyib lisha, qadari kastalik. Endi men ham piyodamasman. Ertaga yangi mevsim keladi. Mana bitta. Lekin bir muammo tug'iladi, qoidani bilmayman. Anhor Bo'yida kafeda tanishganman. muzqaymoq yeb ketidan tarxun ichganman. Uchrashay deyman lekin restoranga pul yetmas. Qor yog'yapti uyingda o'tirib beraman.
degan tortyapti-da. Qo'lingda tillalaring to'qilib baho taqinchoqlaringni sevasan, ko'z tillasan. Men esa 80% Ahmad. o'ylasam boshimda yong'oq chakarsan, foydalanarsan tozaligim bilan. Endi men ham piyodamasman, ertaga yangi mavsum keladi. Mana odat bor. Mana. Anhor bo'yida kafeda tanishganman, mustaymoq yeb ketidan tarxun ichganman. Uchrashay deyman lekin restoranga pul yetmas. Kimga mabda qo'yapti? Ada? Uyingdan bir-biridan. Wow, haqiqiy chiqish, super, ofarin tasanno. Qisqa ballonda cho'zib o'tirmaymiz. Ahmad aka ifso. Nimaga? Bo'ldi, nimaga? Variant beringlar, yana etinglar. Taxmin kerak. Taxmin? Sadul aka. Sadul aka yaxshi taxmin. Nimaga komik aktyorlarni olyapmiz? Ya, chunki biz hozir gaplashdik-ku, o'sha qivasi, yumorist, Million. qiziqchi men deb o'ylayaptim. Yurinchi Ozodbek, bir Demak, biz tomonga tashrif buyurmoqda izquarlar. Bu galdagi izquarlar, hurmatli tomoshabinlar, haqiqatan boshqacha. Yo'q, mumkin emas. mayli o'zingiz bilasiz. Mayli Ahmad. Yo'q, xohlamayapti. Demak, ko'z urishtirish bo'lmoqda hozir. Ahamiyat qiling, nimalar bo'lyapti? Nimadan tort Ozod? Rahmat kattakon. Yenot keling, yonimga turib oling. Markazga. Santa Claus? Ahmad aka Nima deb emas. o'ylaysiz, kim? Emasmi? Men ham o'sha fikrda qolaman. Faqat o'sha fikrda qolaverasiz. Ahmad Temurov. Ahmad aka emas lekin. Kim? Qani mashinka sochi qatta kalga olishga. Kim? Ahmad aka emas. Taxmin. Ну million degan odam. Nimaga tak говоришь? Потому что oldida borganimda, yo'q. Xo'p, bittalar so'ramoqchiman. Ahmad akani voy bilim bermadilar. Ahmad aka emas. Xo'p, hozirgi kunlarda nima deydi, umuman yoki kelajakda sahnaga chiqdingizmi? Chiqasizmi demoqchiman. Ya'ni nima demoqchi edim? Men bu hozir aytmoqchi edim. To'xtang, savol bermoqchi edim men. Yaqin orada konsert dasturi demoqchimisiz? Ha, yaqin orada o'sha konsert dasturi bo'ldimi yoki mana bunaqa bo'lishi mumkin-da. Qarang, million jamoasining a'zolari hozir yengisi bor, eskilari bor-da. O'shani aytmoqchiman-da. Eskilardanmi, yangilardanmi? Shuni bilmoqchiman. Shunga qanaqa savol bersam bo'ladi, azizlar? Necha yil bo'ldi million jamoasida ish faoliyatingizni olib borganingiz? Da. Shundaymi? Ha, Necha yil bo'ldi? necha yil bo'ldi? Xohlasa javob beradi. Xohlasa javob bermaydi. Siz anaqami, siz kelinlar qo'zg'olonidagi bitta kelin bor-ku, bor tovog'im, mol tovog'im deganlarida deydigan. Bitta gapni 10 marta qaytarar ekan. Eslatamiz. Boshlovchimiz Aziz Gulamov, bu esa Maska FTV telekanalida. Xo'p, shu savolga javob bersinlar. Qanaqa savol edi? Xo'p, Million jamoasida necha yildan beri ijod qilasiz? O'zi million jamoasidamisiz? Yo'q, men million jamoasida emasman. Xo'p, dizayn jamoasida necha yildan beri ijod qilasiz? Sadul aka gapirishlari Sadul akaga o'xshaydi. Mo'min aka sekin jim o'tiradi. Ha? yo'q, savolga javob topolmayman-da yoki to'g'ri savol bera olmaymanmi? O'yla uka, o'yla. Uka dedi. Yaxshilab o'yla. Qaranglar, bitta narsa, mirkomlikka chiqmaydilar. Mana milliondan bo'ladigan bo'lsa, mirkomlikka chiqmaydilar. Umid aka yo'qlar. Umuman aloqada emasmiz. Bunaqa narsalarga ham chiqmayaptilar. Xo'p, Alisher aka umuman yo'qlar. Bo'ldi, eskilar ketdi. Yangilar ham umuman chiqadi deb o'ylamayman hozir. Nimaga? Bo'ldi, million Yaqinda konsert bo'ldi-yu. yaqinda konsert bo'ldi va hozir hamma o'zini ishi bilan bunaqa narsaga vaqti yo'q deb o'ylayman men. Deb o'ylaysiz aslida. Shundaymikan? O'ylashga haqqim bormi meni? Albatta. Bo'ldi. Shunday deb o'ylayman. Endi dizayn jamoasi keladigan bo'lsa, akalarimizdan men Sadul aka deb o'ylayman. Ular ko'proq aktivlar. Lekin Mo'min aka, Sadul akani bo'yi Aziz aka bilan bir xil. No, смотри. Oyog'iga kiyadi, смотри. O'sha yerda bittani bo'yi uzun aka borlar-yu. Abdurahmon aka emaslar. Abdurahmon akani bo'yi baland, qorni bor. Shunaqa. Qarang, uni ham qorni bor. Mana haqiqiy isquar.
ko'p narsani biladilar. Ana, qorinni qor. Точно dizayndan. Kim? Hammasini qorini. Abdurahmon aka emas. Qobil aka masala lekin. U yerda endi masalan yosh ham pozitivniroq odam bo'lsa Sadullo aka. Somsa yeysanmi, mo'min? Ha? Somsa yeysanmi, mo'min? Qobil aka bilan siz hozir chalg'itossiz meni. Kim? Yo, chalg'itmayapti. Kim? Qobil aka hammani bratishka deydi, Ozod bratishka deydi. Mana ham shunaqa deydilar. Hammani bratishka deb gapiradi. Demak, sen bratishka dedi. Yenot niqob ostida kim yashiringan? Qobil aka mana shunaqa. Men Qobil aka deyman. Yo'q, Qobil aka Qobil aka rahmingiz Qobil aka ham jiddiy, to'g'ri Qobil aka bo'lishlari ham mumkin. Qobil aka chunki hayotda jiddiy yuradilar. Uzr gapingiz bo'ldi, Ozodbek. Gapingmi? Hayotda mana jiddiyman deyaptilar. Da, jiddiylar. Kamerada xushchaqchaqlar. Qobil aka, rahmingiz kelib sochimni kalga olmasdirsiz, o'zingiz bo'lsangiz. Yo'q. Aytilgan gap, otilgan o'q. Qobil aka. Yana bir marta qaytaring. Soch oladigan mashinani o'zim olib kelaman. Qobil aka. Qobil aka. Ruxsora? Sadulla aka. Sadulla aka. Santa? Ahmad Timurov. Nimaga? Bilmadim, intuitsiyam shunaqa deyapti. Chunki bu Qorbobo. Qorbobo ko'p narsani biladi. Albatta. Mo'min aka? Bizning Qorbobo esa Greenhillsga hammani chorlaydi. qarab turib bilyaptilar. Yo. Nega, aka? Bilmadim, men ochig'ini aytganda dizaynni ham, millionni ham uncha yaxshi bilmayman. Lekin ichki ovozim menga shu Ahmad Timurovni birinchi sizlar topganingizda topishdi deb aytgandan keyin ichki ovozimga ishonyapman. Ahmad Timurov deb gap turaveraman shu gapimda. Bo'l, tushunarli. Demak, so'nggi taxminlar. Lil, ketdik. Qobil aka. Qobil aka, Ruxsora. Sadulla aka. Kim? Sadulla aka. Sadulla aka, Mo'min aka? Qobil aka deb o'ylayman. Qobil aka. Ha, jiddiy tam Va Santa Claus? Ahmad Timurov. Ahmad Timurov. Bu esa Yenot dedilar. Tashakkur izhor eylaymiz. Kattakon rahmat, hurmatli Yenot. Loyiha hamkori Huawei intellektual olamni tezlashtiradi. Izhorlarimiz, tomoshabinlar eng hayajonli daqiqalarga yetib keldik. Endilikda mamnuniyat ila sahnamiz markaziga maskalarni taklif etaman. Qarshi oling. Marhamat. Bodring! Davom etamiz. Keyingi maska guldiroz qarsaklar sadosi ostida Flamingo! Flamingo yetsan. Demak, biz davom etamiz. Qarshi oling. Yenot! Marhamat. Demak, tomoshabinlar, eng hayajonli daqiqalarga yetib keldik. Zaldagi tomoshabinlarimiz maxsus ilova orqali eng yoqtirgan, eng sevimli maskasiga ovoz beradi. Ovoz jarayonini ochiq deya e'lon qilamiz.
ovoz berish jarayoni yopiq deb e'lon qilamiz. Tomoshabinlarimiz demak hal qilishda. Dastavval aytganimizdek, maxsus ilova orqali ular eng yoqtirgan maska, niqobga ovoz berishdilar. Demak, konvertni olib keling. Qobil aka. Konvert qo'limda, ovozlar berildi. Zaldagi tomoshabinlarimiz ovoz berishda. Demak, konvertni ochamiz. Maska aniqlandi. Hozir esa biz yaxshi xabarlardan boshlaymiz. Keyingi ko'rsatuvda kim biz bilan qoladi? Keyingi ko'rsatuvga qaysi maska o'ta oldi? Demak, kim keyingi bosqichga biz bilan birgalikda o'tadi? Va bu Bodring! Bodringni kuzatib qo'yamiz. Tashakkur! Ovozlar berildi. Dilibe. Demak, Flamingo va Yenot biz bilan sahnada qolishdi. Endilikda mamnuniyatinglar isquarlarga, detektivlarga yo'llansak, ular ham eng yoqtirgan maska niqobga ovoz berishlari kerak bo'ladi. Demak, Lil sizdan boshlaymiz. Marhamat. Men duet kuylashni xohlayapman, shuning uchun Yenot qolsin, Flamingo maskasini ochsin. Sizga bugun Yenot yoqdi ko'proq. Birinchi ovoz bor, Ruxsora. Iltimos, men uchun Yenotga ovoz ber, men duet etish Sevinch bilan. Agar Sevinch bo'lib chiqsa. Aslida как personaj va keyingi galda o'sha угадывать qilish uchun qiziqarli bo'lgan personaj hozirgi kunda men uchun Yenot. Shuning uchun Yenotga ovoz beraman, lekin не из-за того, что ты попросил. Aha. Yenot ko'proq yoqdi Потому что bu ты со мной должен galda. дуэт петь. Santa Claus, ovoz bering. Men o'zimni ichki ovozimga ishonaman. Shuning uchun sir yana ozgina saqlab qolinishini istayman-da, ovozimni Yenotga beraman. Yenot. Ya'ni Yenot qolish kerak bo'ladi. Kim yoqqan? Bugun ko'proq kim yoqdi? Demak, Mo'min marhamat, ovoz bering. Yo'q, men endi Yenotga qiziqolmanda, Yenot maskasini yechishni xohlayman o'zi aslida. O'shanda ovoz bergan bo'lamanmi Yenotga? Yoki Yo'q, Flamingoga ovoz berasiz. Men Flamingoga ovoz beraman-da. Flamingoga ovoz berasiz. 3-1. Lekin baribir maskasini. Kim shunda kim Flamingoga bitta Mo'min aka? Ha, men. Bitta Mo'min aka. Oching. Demak, hurmatli tomoshabinlar, aniqlandi ovozlar. Isquarlarimiz ham ovoz berishdi. Biz bilan keyingi bosqichga Yenot o'tadilar. Tabriklaymiz. Ofarin, tasanno. Ya, qiziqdim, juda qiziqdim. Yenot в сердце просто. Tashakkur izhor aylaymiz. Bu galda aziz yurtdoshlar, maska shousida bir necha soniyalardan so'ng Flamingo o'z maskasini yechadi. Niqob ostida Suv beringlar, suv. kim yashiringan? Suv. Juda hayajonli daqiqalar, hurmatli aziz vatandoshlar. Isquarlar, so'nggi taxmin. Flamingo niqob ostida kim yashiringan? Ruxsora? Sevinch. Sevinch. Sevka. Mo'min aka. Yo, Sevinch. Sevinch. Lil. Santa Claus. Sevinch. Sevinch Ismailova deyishyapti.
Haqiqatdan juda hayajonli daqiqalar bu Maska FTV telekanalida. Bo'lmasam birgalikda boshlaymizmi? Boshlaymiz. Maska! 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 Wow! Aslaka, qochib turing. Hammamiz! Qochib turing. Maska! 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 Demak, juda hayajonli daqiqalar. Flamingo niqob ostida kim yashiringan? Va bu Sevinch Ismoilova! Wow, isborlarimiz. Ofarin! Men ikkita odamni topdim. Sevinch, yaxshimi o'zi? Birinchisi kim edi? Birinchisi Rashid aka va Biyomar akan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda ham xursandman bu shouda chiqayotganimdan va sizlarni ham ko'rganimdan juda ham xursandman. Charchamanglar. Topib tashlashdi lekin. Ishora ham berdingizda Xorazm qolaversa duet kuyladik deb. Lilga gapirsangiz bo'ldi, bu haqiqiy isqor, bittada topib oladi. Duet etamizmi? Xo'p, aytamiz, xudo xohlasa. Wow! Yangi 2026-yil kutilmagan duetlar bilan boy bo'ladi. Demak, bu Sevinch Ismoilova edilar. Santa Claus Har bitta cho'pni ikkita uch bo'ladigandek, hamma narsani o'zini pluslari bor va minuslari bor. Albatta minuslardan biri loyihani tark etyapsiz. Lekin ko'proq pluslar. Qarang. Niqobni yechdingiz. Qiynalmaysiz boshqa. Yana bizdan sizga kichkina sovg'a. Oilaviy taklifnoma. Go'zal tog'lar bag'rida, Oqtoshda, Green Hills yonida joylashgan Santa Claus parkiga tashrif buyurishingizni iltimos qilamiz. Ofarin! Tabriklaymiz. Endi esa niqoblar yechildi. Sevinch Ismoilova o'z taronasini bizga taqdim aylaydilar. Aziz tomoshabinlar, eng qizig'i hali oldinda. Bu Maska FTV telekanalida. Boring ozod. Mana hozir duet eting. Hozir chiqing, sahnaga chiqing. Sahnaga chiqing marhamat. Maydalar, kecha tunda yomg'ir yog'di maydalar. Unutilmas uchrashuvni esladim. Esingdami ko'zingga qara, chiroyingiz seni. Yoshlarga yo'l ochaylik. Loladek, yanoqlaring yongan edi loladek. Erkalanib turarding yosh boladek. Shunday paydo bo'ldi muhabbat. Jonim, esingdami yon g'ittomchilari tom seni qo'lingdan ushlab asta bo'ylab yuragimni shu aytsana esingdami yon g'ittomchilari tom asta mashqalak aylab borak sochar edi Mana qibalanam. Yaxshi duet chiqargan. Yaxshi duet. O'ta. yuragimni shu maydalar, kecha tunda yomg'ir yog'di maydalar. Unutilmas uchrashuvni esladim. Farishtadek husningga qara, o'sha kundan beri holimda payvand. Loladek, yanoqlaring yongan edi loladek. Erkalanib turarding yosh boladek. Shunday paydo bo'ldi muhabbat. Jonim, Esingdami yon g'irtomchilari tom
aytsana singami yon 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 g'irqonchilari son aqlimiz falak ayna bu bo'lak sochar edi Bugun xursand bo'ldim. Sog' bo'ling, ijodingizga omad tilaymiz. Ajoyib duet chiqargansizlar. Zo'r chiqargan, haqiqatdan. Faqat ashlarni yaxshi tanlaylik. Vizualniy ko'rinish ham такой. Chiroyli, juda chiroyli. Biz tergovni boshlaymiz. Tergov? Biz o'z ishimizni boshladik. Qarang, baliq biznesi bilan shug'ullanasizmi? Yo'q. Voy, shu vaqtgacha ayol kishi bo'lganda как будто. Endi bo'lsa bo'yi uzun, erkini tiqib qo'ygansizlar. Hozir bilasizmi? Menga ham интересно mana shu taraf. Birgalikda tomosha qilishimiz mumkin. Men siz bilan gaplashgim kelmayapti aziz aka. Вообще bomba show qilardilar. O'zi dumboq, yashil, qarsildoq, kimligini toping. Bu Bodring. Albatta bu Bodring. O'tgan safar senga chet elga qachon oxirgi marta chiqqansan, 3 yil oldin deb nimaga aldading? voy basharang qursin esingda qoldimi Bu ko'rsatuvda boshqa juri bo'lmayman. Спасибо большое. До свидос. Nima xatga ketib qopti? Men bir narsa aytib o'tishim xohlayman. Mana shu ko'rsatuv soni eng yaxshi ko'rsatuv soni deb hisoblayman. Ho, ho, ho! Merry Christmas!